Assalomu alaykum O'zbekiston. Navbatdagi video otlarga pichan tayyorlash haqida. Demak, bugun ikkinchi kun. Kecha esingizda bo'lganidek. Birinchi kuni. O'tlarimizni o'rganimizdan so'ng darhol quritdik. Bu moslama bilan pichanimizni quritish uchun aylantiramiz. Ikkinchi kuni. Biz yana haydamiz, chunki agar siz bu yerga qarasangiz, bir oz quruq. Lekin yetarli emas va ushbu uskuna bilan. Birinchi g'oya uni aylantirish. Keyin nam joylar quyoshda bo'ladi. Boshqa g'oya bu o'simliklarimizga shikast yetkazishdir. Farqni shu yerda ko'rishingiz mumkin. Chap tomonda uskunani boshqargandan keyin ko'rasiz. U yerda juda yumshoq yotadi. Shuning uchun ichkariga havo kirishi mumkin va uni quritish yaxshiroq. Mana undan oldingi pastda yotibdi. Va bu uskuna uni aylantiradi va yerga yumshoq yotqizadi. Mana bu farq. Uskuna bilan haydashdan keyin va oldin. Demak, bu ikkinchi qadam. Va ertaga men sizga keyingi qadamni ko'rsataman.